Assalamu alaykum. Ekran aldidagi aziz ko'ruvchilar, UNTV'ning Uyg'urcha universal kanali orqali sizlar bilan yuz ko'rishib turayotganligimizdan to'liq xushalmiz. Sizlar uchun xizmat qilishni o'zimizning baxti, ta'liyi, xushalliqi deb bilamiz. Men sizlarning sirdosh do'stingizlar Xadicha Uyg'ur. Bugun biz ana til haqida suhbat o'tkazmoqchi. Buni deyishdan burun bizning Uyg'urlarning mutafakkiri Abduqodir Jaloliddinning tuvandagi so'zini hammamizga eslatib o'tmoqchiman. Til bizning ko'zimizga o'xshaydi. Boshqa tillar teleskop, ko'zoynak, mikroskopga o'xshaydi. Ular har qancha ilg'or bo'lsa-mu, o'zimizning ko'zi ko'misa, u narsalarning ilg'orligi ifoda topmaydi. Biz mushu gaplarimizning isbot sifatida bugungi suhbatimizga alayda bir mehmonni taklif qildik. U bo'lsa-mu Amerika Indiana shtatining Indiana universitetining o'qituvchisi Gulnisa Nazariyeva xonim. Assalomu alaykum Gulnisa muallim, qanday ahvolingiz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom Xadicha xonim, rahmat. Yaxshi, o'zingizlar yaxshimi? Bizmi Allohga shukr, yaxshi turyapmiz. Bugun endi shunday qimmatli vaqtingizni chiqarib, asli bugun sizning dam olish kuningiz ekan, to'qmush bir kunlik dam olishingizni, ya'ni biz uchun ajratib, suhbatimizni kelib berganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Sizlarga rahmat, meni taklif qilganinglar uchun sizga rahmat. Inshaalloh. Sizni endi ko'pchilikka, ekran oldidagi ko'pchilikka o'zingizning og'zi orqali tanishtirsak, siz Amerikaga qachon keldingiz va nima sababdan keldingiz? Men Amerikaga 2005-yili keldim. Yozda, shu hozirgacha esimda bugun 11-iyunda kelibman. Bu universitetda yozda boshqa tillar qatorida, masalan, o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman tillari bilan birga Uyg'ur tili darslari o'tilgan ekan yozda. Shu yozlik kursga 2 oylik bir dars o'tab bersangiz deb taklif qilgan meni. Shu 2005-yili keldim. Keyin bular yana bir yil ishlab beramsiz dedi, ha dedim, yana bir yil ishlab beramsiz dedi. Shunday qilib ip qoldi meni. Hozir mana Xudoyim buyursa bu yoz 16 yil bo'ldi ekan. Amerikaga kelganimga. Shunday qilib necha oylik dars berishga kirish bilanla dars o'tish uslubingiz, metodingiz bak yarab qilib o'qituvchilikni apli qopdi-da sizni, Unda xuzo siz shu dars kirishdan burun qaysi davlatda yashagandingiz va u davlatda nima ishlar bilan shug'ullangan? Men O'zbekistondan keldim Amerikaga. Endi bizning tariximizni aytib bersam, mening ota-onam asli G'uljidan chiqqan, O'rta Osiyoga 1950-yillari chiqqan va ular dastlabda Qirg'izistonda joylashib, ondan men Qirg'izistonda tug'ilib, bir 2-3 yoshimda dadam bizni elib Tashkentga ko'chgan ekan. Endi dadam so'rsam, nima sababdan Qirg'izistondan O'zbekistonga ketdinglar desam, O'zbekistonni berib dadam bir ko'rib kelay deb bek yoqtiribdi-ki, Qirg'izistonda bular til bilmay, u yerda ya qirg'izcha bilmaydi, ya ruscha bilmaydi, rus tili muhim edi u chog'larda. Shu O'zbekistonga berib, bu o'zbek xalqi, ularning tili, urf-odatlari bizning madaniyatimizga, tilimizga bek o'xshashqa o'zining yurtiga kelgandek his qildi. Shunday qilib O'zbekistonga kelib qolgan. Shu yerda men o'rta maktabni, to'liq o'rtani O'zbekistonda bitirib, men universitetda o'qidim, universitetni bitirib, ya'ni O'zbekistonga qaytib, maktabda dars o'tdim, rus tili adabiyotidan. Ondan keyin yana Qozog'istonga berib o'qib, yana qaytib kelib, u yerdan Toshkentda Sharqshunoslik institutida Uyg'ur bölümü batdı. Men 1994-yili bu institutga shu bölümge ishga kirib, ondan bir 4-5 yildan keyin bu bölüm taqilib, Türkologiya bölümü bo'ldi. Shu yerda dars o'tdim men. Shu 10 yil shu yerda ishlabdim men, 11 yil. Shu yerda men Uyg'ur tilidan dars berdim, ondan tilshunoslikka kirish, umumiy tilshunoslik,
Türkiye tıllar okutuş metodikası, Türk leksikologiyası degandek derslerini öttüm. Şu. Ben qo'shimcha yana Türk tilini o'rganib, yana qo'shimcha turklarga ders o'tgandim men Toshkentda turg'unimda. Hayatınız şu til ders veriş ve til öğreniş bilen ötüptü de nem degan güzel hayat bu. Çünkü içimizdeki şu içimizdeki hissiyatlarımızın ifadalab çıkırgan güzel halat ifadelaydigan mı ve başka halat ifadelaydigan mı şu til. Bazıları deydi ki Uygur tilini öğren dese biz Uygur tutsak biz sözleyelim ki Uygur tilini bilgenlik emas mı deydi. Ama o ağzımızdan çıkan gapning özülam Uygur tilini bilgenlik bulmaydı. Onun içindeki fasahiyetini, balağatini, qısqa bir ibarlar bilan büyük maqsadlarni ifodalash bo'ladigan hammasi Uygur tilini texim cho'nqirlab bilganlikni bildirdi. Sizning hayotingiz shunday bir go'zal o'tibdi. Unda bo'lsa shu mush bilimlarni qaysi maktabda o'rgandingiz? Shuni bilsak bo'lamdi. Albatta, men bolaligimdan o'qituvchi bo'lishni orzu qilgandim. Shu qo'limga bir kitob elib bir qalam bilan shu sınırlarım, ukullarımni yig'ib, ko'chadagi, mahalladagi kichik uşaq bolalarni yig'ib dars o'tatdim. Shunga maktabni bitirganda men shu o'qituvchi bo'lish orzuyimni amalga oshiray deb, men bu pedagogika universitetiga kirmoqchi bo'ldim. Keyin biz Toshkentda Jahon tillari universiteti bor. Shu yoqqa berib, men bir imtihonlar berganda Rossiyadagi bir universitetdan bir professor kelib, bir ayol o'ziga o'quvchilar tanlagan ekan. Shunday qilib men imtihondan chiqsam, yanama kelib bu Rossiyada Ivanova universiteti bor, shunday yaxshi universitet. Shu yoqqa berib o'qimsan deb qoldi. Endi men yosh o'zim maktabga 6 yoshimda chiqqan, endi 16 yoshga kirdim. Meni ota-onam meni qo'yib qo'ymaydi desam, dadam kelsin, dadam bilan biz bir suhbatlashaylik, bir so'zlashaylik dedi. Shunday qilib dadamni chaqirdi. Keyin dadamni shu qoyil qildiribdi bu ayol. Men hayron qoldim. Dadam bo'pti, borsang bor deb men 1982 yılı şu Rossiyaga berib, Ivanova shahrida Ivanova davlat universitetida o'qidim. Bu shahar Moskvaga yaqin, u chaqda poyezdlarda bir 4 soat, 5 soatlik yo'l. Moskvaga ko'p berilib turadi, bek yaxshi ko'radi u markazini. Ömrümde men bu Moskva taraflarga berib o'qiyman deb tushungim kirmagan. Xiyol qilib Shunda qilib shu Rossiyada o'qishga muyassar bo'ldim. Shu yerda 5 yil o'qib, 87-yili men O'zbekistonga qaytdim. Va bay degandek, undan keyin 2 yil men maktabda rus tili va adabiyoti o'qituvchisi bo'ldim. Abi ham siz Toshkentdagi Jahon tillari instituti degan vaqtingiz bir narsani o'ylab qoldim. Jahon degan gapni biz burun ishiltatdik. Hozir bag'ancha Uyg'ur til iste'moldan tushib qolib, u dunyoga o'zgarib ketdi. Shundaq-ku biz jahon kezdi, burunqi cho'chaklarimiz jahannama ayniga botdi. Endi hozirgi jahannama ayniga mush televizor, telefonlar bo'lib qoldi-ku. Shu vaqtlarda jahon degan gapni ko'p anglaydi. Hozir men sizdan anglab jahon tili instituti degan gap qulqim shunda yaqinlik qolgan ketdi. Burunqi ota-bobolarimiz degan gapdek. Amaliyotda o'zimizning shunda go'zal tilimizga qachon bu dunyo degan gap singib qolgani bizning tilimizga. Buni aytib bir yaxshi so'z. Bizda hozirgacha O'zbekistonda Jahon tillari instituti deydi. Bu amdiliq temadan chetda bir savol so'ray. Dunyo degan gap qaysi tildan kirgan bizga? Dünya bu Fars tilidan kirdimiki, o'zi aslicha menimcha bu sanskritdan kirdimiki deyman. Men buning etimologiyasini hech nim qilib boqmabman-chu, tekshirib boqmabman. Izdan boqmabsiz, shundaymi? Bu hindi tilidami bor-ku. Ama ko'p tillarni fors dunyo deb naqshlari bor hindistonliklarning to'g'ri. Endi biz ko'p so'zlarni fors tilidan qabul qildik, lekin fors tili bu Hind, Yevropa tillari turkumiga kirdi. Onun içinde sanskrit tilimi bor.
Hindi tili. Şuna bazı sözler, mesela bizde hazır işletilen sözlerinin bazıları mı, eğer bununla çonkur, tekşürüp baksak, Sanskrit tilinden, yani kadimi Hint tilinden kirgen sözler var. Mesela ben sizge bir neçe sözünü dep berey hazır. Ma bizning işletilen qarmuç bağı, aşının muruç sözü, hazır bir kızılmuç, kökmuç deydigan bulduk ma, lazını işletmeslik üçün. Xitaycha deb hozir kishilar ishlatmaydigan bo'ldi, o qizilmuch, ko'kmuch, Qarmuç. Aslında muruç, bu mu sanskrit tilidan kirgan so'z. Bu shivix degan so'z mu? Shivix degan, bu mu sanskrit tilidan kirgan so'z. Shivix degan iliqi imdaq Şivik degen nima bo'ldi? Ha, men shumikin dedim, men chivik shumda urdigan qo'limni belgisini chiqarib qo'yib boshqa narsim deb. Shu. Nima qilib qoldim? Keyin bu O'zbekiston, Qozog'iston deganda bu stan qo'shimchasimi? Endi aslida bu mustaqil so'z bo'lgan, bu bir yer. U mu shu sanskrit tilidan kirgan bu so'zlar. Shunga dunyo shu o'qimadim, aniq bilmadim-jimi, shu fors tilidan kirdi deyman. Ba'zida bu Arap fors tillaridan kirgan so'zlar nihoyatda ko'p. Uni qaysi tildan kirdiki, bu arabmi, farsmi deb ba'zida shunday endi o'ylanib qolamiz. İzlemesi. Bizga shu islom dini bilan birga kirib kelgan endi. Lekin bu fors so'zlari biz har kuni iste'mol qiladigan so'zlar, masalan, non demdiq, non, piyoz, guruch, sabza, hammasi fors tilidan kirgan. Hozir birsiga bu bizning uyg'urcha so'zlar emas, fors tilidan kirgan desangiz, hayron qoladi. Sen bizde nan mı yok, ekmek. Hazır Türk dili saklap kalgan. Piyazlı, soğan, Türk dili de var. Soğan degen asli Uyghur tili ekan da. Uyghur, Mundaqdan. Hazır ma Türkiye'ga biz ba'zi bir narsada mundaq qaymoqib qoldik. Men bir qitim bir do'stimga ajab ma kiyimni bas shuna uyg'unkina desa, menga siz bek Uyghur tilini bek ishlatishga bek ahamiyat beradingiz, uyg'un degan turk til tursa, uyg'un deb ifodaladingiz dedi. Deganda, yo'q, meningcha bu Uyghur tili burunda yo'qi. Biz uyg'un degan narsani Uyghur tilimizda davomli ishlatamiz, muvofiq, yaxshi kandal joyiga kelibdi degan uyg'un deb ifodalaydi. Shu desam, men Uyghur tilida uchratib bopdim deydi. Ammo Turkiyada, turk tilida bu köp işlindi uygun degençe asasen muş işlindi hem de uygun söz işlindi bizde muvaffak delkeptu degenin ornuda. Şunga baya abaq gepinizde buna ekmek bizdenkiken soğan degen gep Uygur tiliken Türkiye Türkçesi saklan kaptı şunda mı? Sonra mesela göç degen sözüne mi misal kılıp alsak? Et deydi Türkler. Et şu kadimi Türkiye tildi mi şu et dep kelgen. Şu bizden bağı öyle ki nimemiz bağlı maqal temsimiz et yesen etinge, şorpusunu içsen betinge. Degen maqal temsiz şu güçünü yesen güçünge konudu, şorpusunu içsen yüzün palıldaydı degen gep ku. Abiyam depeginizce siz Rus tili mektepte okupsiz. Undaq olsa qandaqlıca Uyghur tili okutquchisi bo'lib qaldingiz? Hadicha, bu bir tabii tug'iladigan bir savol. Men mektepte 10 yil Ruscha o'qidim. Yani üniversitetnimi şu Rossiyaning yurikida, eng sovuq yerida, Ivanova shahrida birmi Uyg'ur yo'q u yerda danga. Shu yerda 5 yil o'qib keldim. Qanday bo'lib Uyg'ur tili o'qituvchisi bo'lib qoldim. Shu endi mening kichikimdan tortib Uyg'ur tiliga qiziqishim nihoyatda endi bir yuqori bo'lgan, cho'ng bo'lgan, chunki biz uyda faqat Uyg'urcha so'zlashardik. Ota-onamiz nihoyatda chim turadi. Albatta maktabga biz uyda 6 bola hammamiz rus maktabiga boramiz. Endi u chog'da mayli kim bo'lishdan qat'iy nazar, qozoq bo'lsangiz, o'zbek bo'lsangiz, tatar bo'lsangiz, o'rtaq til hammamiz uchun rus tili edi. Shunchalik ko'nib ketgandik biz ruscha so'zlashga. Çünkü öyle mi bazı öz ara ballar Rusça sözlesek dadımız bizne endi xapolab tıllaydı. Üzanlarını tıllayıp bağı. Bu Rus tilini bilge yaxşı onu koçudu sözlenler. Öyle bu tilini işletmeniz deydi. Şuna qılıp men endi üzem bek yaxşı görettim özümüzün ana tilimiz bo'lgandan keyin. Anamның bir defterçisi battı. Şu an anam bir naqşalar yazatdı şu özü şu konu yazıqda. Anam vatandın chiqqanda 15 yosh edi. Shu maktabni shu nimada o'qiganda vatanda.
Şu depterçini qo'limga ilib bek havas qilardim bu harflarni ko'rib, zo'qlanib ketardim. Chunki biz endi slavyancha, kirilcha xatni o'rganamiz va bu xat ko'zlarimga to'liq chiroyli ko'rinadi. Endi bu arab xatlari marjandak, Bir xil chiroyli, ha? bir-biriga ushshaq yoziladi. Ki anam bu vatanda qolgan qarindoshlarimi, ularga xat yozatdi. Men shu yanida qarab turatdim. Shu anam mening shu qiziqqanimni ko'rib, bir kuni men sizlarga o'rgatay, sizlarmi o'rganinglar deb hammamizni o'tag'izib bir dars o'tgan. Shuna bir daftarchini ilib, uningga elifbani yozib, qo'lda. U chaqda uyda bir kitobmi yo'q, Uyg'urcha kitob. Shuna qilibki, bu harflarni bir-biriga ulab, bir so'zlarni yozib, ki mening ismim bor, uydagi o'sha ukalarımның, sing'illarimning hammasining ismini Uyg'urcha yozib chiqqanman. Bu mening birinchi mashqim bo'lganda. Shunday qilib men onam yana o'zi nihoyat yaxshi naqsh aytadi, usul o'ynaydi. Shu chaqdimi bu sizlar Uyg'ur bo'lgandan keyin Uyg'urcha usulni bilishinglar kerak deb hammamizga usul o'ynashni o'rgatgan. Shu usul o'ynashni hammasi o'rganibdi, men o'rganolmadim. Lekin bu xatni men o'rgandim, boshqalar o'rganolmadi. Qiziq bo'pti. Ala usulni o'rganibdi, siz buni o'rganibsiz. Yaxshi bo'pti. Birinchi o'qituvchim onam bo'ldi. Onam bilan dadam bo'ldi desam bo'ladi. Ondan shu Uyg'ur tilini tadqiq qilaman, o'rganaman desangiz, Toshkentda u chaqda bo'lsimi bilmayman. Men kichik hamda. Keyin dadam bizning bir cho'ng dadamizning ayoli o'zi tatarkan cho'chaklik. U ayol akademiyada ishlaydi ekan. Akademiyada ishlaydi ekan va hamma shu turkiy tillarni yaxshi bilib, ularning qatorida Uyg'urchasimi nihoyat yaxshi edi. Keyin men shu ayol bilan shu bolaligimda bir necha qatim ko'rishgandim ki universitetni bitirib kelganda dadam meni yetlab shu ayolning uyiga oladi. Mana mening qizim Uyg'ur tilini tadqiq qilmoqchi deb. Dadam men o'zi qaytib kelganda maktabda rus tilidan dars berdim dedim. Shu chaqda dadam deb ketdi menga, rus tilini shunday yaxshi o'rganding bolam. Endi Uyg'ur tilini o'rganib, Uyg'ur xalqimiz uchun bir to'xpi qo'shsang deydi. Menga bir turtki bo'lib, men keyin bu ayolning uyiga berib, bu ayol ikkinchi o'qituvchim bo'ldi-da endi. Nihoyat ko'p kitoblari bor edi. Keyin menga Uyg'urcha bir tekstni berib, meni o'qibaq dedi, o'qidim. Yaxshi savoding chiqibdi, kim chiqadi savodingni dedi. Onam desam, shunda xo'sh bo'lib ketdi. Mana shunda qahramon onalar bo'lish kerak Uyg'urlarda. Shu rost o'ylasam, mening onam bir qahramon ona ekan deyman shu chaqda. Endi yo kitobmi yo'q, yo bir sharoitmi yo'q? Bir sharoitmi yo'q. Hozir Uyg'urcha o'rganma desa, bu qanday sharoitlar nihoyat ko'p, To'g'ri. Jiq, mana to'rda darsliklarmi bor, dars o'tadi, elifba darsi, kitoblar. U chaqda ham hech qanday kitob yo'q-da Uyg'urcha. Faqat shu onamning shu yozganlari menga bir darslik bo'ldi-da, shuni o'qib men mashq qildim. Shuna qilib bu ayol bek xo'sh bo'lib ketdi, bek rozi bo'lib ketdi mendan. Bu ayolning uyida bir necha oy turdim men. Dadamga bizning uyda tursin, kitoblarni birga o'qiymiz. Men bu qizga o'rgatadigan narsalar ko'p deb men shu ayol bilan turib, ikkinchi o'qituvchim demoqchi bo'lganim, shu men ismini dey, Hamidova Anvarxon opam bo'lgan. Ruhsat bo'lsin, men shu duo qilganda doim eslayman. Amin. Bu ayolni, bu mening ikkinchi onam va ikkinchi ustozim bo'ldi desam, mubolag'a bo'lmaydi. Ondan keyin bu ayol biz ko'p suhbatlashdik, keyin deydi, buni bunday qoldirmay davom qilish kerak. Chunki bir meningcha shu qo'lingdan bir ilmiy ish qilsang keladi sening deb Olmaotaga u yerda Uyg'urshunoslik instituti bor edi. Shu yoqqa berib professor akademik Xo'jahmad Sadvaqasov bor. Men taniyman u kishini. Men bir xat yozib berib, shu kishi bilan ko'rishib, bir ilmiy tema elib, qaytib kelsangiz, bu yerda biz birga bir ilmiy ish qilamiz, o'rganish qilamiz dedi. Shunda qilib men shu Olmaotaga bordim. Bu yerda yana bir gapni qistirib qo'yay. Men Olmaotada o'qishdan burun, universitetda o'qib yurgan chog'larimda o'quvchilar o'qish bitirishdan burun bir o'qish bitirish maqolasi yozdi. Biz diplom ishidaymiz.
Şu çağda men öyge kelip dadam bilen şu maslahatlashgandim. Qanday temani tanlasam bo'lar desem, dadam şu Uyg'ur tilidagi bir temani elib, şu bir grammatik shaklini elib, şu rus tili bilan selishtirib chiqsam. Men xo'sh bo'ldim, maktabga qaytib professorimga desam, shunda qilsak bo'ladi. Burunmi bunda ishlar qilingan. Masalan, rus tili grammatikasini o'zbek tili bilan selishtirgan, tatar bilan selishtirgan o'quvchilar bo'lgan. Qani Uyg'ur tili bilan selishtirib boqayli dedi. U chaqda men bu akademik Sadvaqasovning kitoblarini kutubxonadan tepib, maktab universitet o'qib yurgan vaqtlarimdami tunishib chiqqandim. Shunda qilib keyin biz professor bilan maslahatlashib, bu Uyg'ur sintaksisini tanladik, sintaksis qismini tanlab, Uyg'ur tilidagi va bog'lovchi bilan bog'lanib qo'shilib kelgan jumlalarni o'rganishga qaror qildik va bu jumlalarni rus tilidagi i bog'lovchisi bilan, endi bular o'xshashda endi ma'ni jihatdan şu Rus tilidagi i bog'lovchi bilan selishtirib chiqqan. Selishtirdingiz. Keyin men bir Uyg'urcha şu bir romanni elib, u yerda hamma shu va bog'lovchi bilan bog'langan, ulangan jumlalarni ko'chirib bir kartochkalarga yezib chiqdim. Rus tilidan bir romanni elib, shu i qo'shimcha emas, bog'lovchisi bilan qo'shilgan jumlalarni yezib, ki ularning ma'nolarini selishtirib chiqqan. Men bir narsani so'ray. Bir kim hovlisiga suv sepdi va supurdi. Degandiki, mushu va ulanma ruschada aşı i bo'lib keldi. Shundaymi? Demek ulardaki a ulanma bilan bizdeki ulanma sözlerinin işiltish o'rni o'xshash demakchi. Endi aydan var. Yana bir ish, masalan, rus tilida faqat shu i bog'lovchisi bo'lsa, Uyg'ur tilida faqat va emas. Mana masalan siz degan shu gapni bu qo'shma jumla bo'lmadi, bu oddiy jumla bo'ldi. Shunda bo'lsa va ishlatamiz. Masalan, hovlini supurib suv chashdi deymiz, va'ni ishlatmay bu ip qo'shmasak mı buludu? Yo'lini supurib, yo'liga suv chechib supadi desak mı buludu? Bizda shu va bog'lovchining boshqa ekvivalentlari demdik, ekvivalentlari mi bor? Masalan, hamni ishlatsak mı buludu? Ama onunla bir ma'nodosh keladi-chu. To'g'ri. Shu boshqa usullar mı bor? Shu bu endi shu Uyg'ur tilining boyligi. Endi shu boyligini ko'rsatdi-da. Mesela mush gapni u hovliga suv chechib supurdi. U hovliga hem suv chashdi, hem supurdi. U hovliga suv sepdi va supurdi. Deganlar bir ma'noni bildirdi, lekin uch xil ifodalash usuli bor. Shunaqa qilib bu nihoyat qiziqarli bo'ldi. Men uchun shu mening endi birinchi qilgan ilmiy ishim mana shu diplom ishi bo'ldi-da. Bundan keyin men Uyg'ur tilini tadqiq qila oladi ekanman deb, endi o'zimcha shunda xulos chiqardim-da. Shunchalik botir ekanman shu chaqda, men qilsam bo'ldi ekan deb qo'rqmay Olmataga borgandim men. Olmataga bir tema olay desam, bu professor aspiranturada bir o'rin bor, o'qimamsiz kelib dedi. Endi men uchun bu nihoyat bir lotereya utib olgandek ish bo'ldi. Chunki u chaqda unda o'yimga kirmagan bunday ish, bir aspiranturaga tushishni nihoyat tez endi u yerda. Shunaqa qilib Toshkentga qaytib kelib, bu Anvar opamga desam, u yoqmi bek xush bo'lib ketdi. Shunaqa qilib men yana Anvar opamning uyida bir necha oy turib, imtihonlarga tayyorlik qilib, qaytib Uyg'urshunoslik institutida aspirant bo'ldim. Shu akademik Xo'jaahmad Sadvaqasovning qo'lida o'qidim. Shunda qilib men shu qanday qilib Uyg'urshunos bo'lib qoldim, qanday qilib Uyg'ur tili o'qituvchisi bo'lib qoldim. Undan keyin men dissertatsiyani yoqlab 92-yil O'zbekistonga qaytib, men Sharqshunoslik institutiga ishga kirdim. Bu yerda men shu 11 yil ishlatdim. Keyin 2005-yili bular meni shu Amerikaga Uyg'ur tili darsini o'tish uchun taklif qilgan. Shunda qilib men Uyg'ur tili o'qituvchisi bo'lib qoldim.
Ara Teşkendimi men Uyg'ur tilini kimga o'rgatdim desangiz, Xitoy bölümünde Sharqshunoslik instituti bo'lgandan keyin bizda Xitoy bölümü bor. Ularga ikkinchi qo'shimcha sharq tili sifatida Uyg'urcha o'tdim. Hem siz bay degandek, hem de o'quvchilar o'zbek, bu o'zbeklar Uyg'urlarmi bor, bu o'zimizning tili deb ancha qiziqmay o'rgandi. Ancha qiziqishmi bo'lmadi. Bir til bu deb. Lekin bu Amerikaga kelgandan keyin bu Amerikaliklar astoydil o'rganadi ekan. Bular endi noldan boshlaydi-da. Bular Türkiye tillarini bilmaydi. Şuna bular bir yeni tildek başlaydı bunu. Şuna tez o'rganadi. Bizninkiler yana sel qaraydi bununla. Sel qaraydi o'zing bu. O'zimizning tili bu deb. O'zbek o'quvchilarimiz shu. Gulnisa opa biz bilamiz-ku deb qo'yadi. Demek sizinki bugünkü Muş Indiana Üniversitedeki bir Uyghur tili o'qituvchisi bo'lishingizning dastlabki ulini oilangizdagi Uyghur tiliga bo'lgan muhabbat, ya'ni opangizning sizga ashni singdirishidan boshlangan. Demak, shundan boshdagi qadamini ana boshlab bergan, shundaqmi? Shundaq. Her bir farzand o'zininki erishgan natijalarining eng dastlabki qadamini o'ylasa, uning asosini sog'uvchi yana ana bo'ladi ekan. Ama şu Uyghur tilini shunchaki yaxshi ko'rma. Hem jihatlardan nurg'ulg'an narsani o'ylasam, mush ana tili bo'lgan so'ygini hammasini menga opam bergan. Hem boshqalarningmi? Ota-onamning rasmi ko'rsatib qo'yay, shu fursatdan foydalanib, Ma'qul, akilanga ko'raylik. Mana tamda ko'ryapsiz-ku, rasm bor. Sizga ko'rinayotamdi yo'q? Men ko'rinatdi, ko'rdim. Shu mening ota-onamning rasmi. Men doim Hazır ata-onam alemden ötdi, ruhları şad bolsun. Amin, amin. Bek faxırlanaman. Yani başka türlerde netice yaratqanlar bilan söhbetləşsəngizmi? Aşağıdan hammasi özünün apısının atısı qaraganda bəkərək apısının təsir qılğını sözləb berdi. Hammasi aş ötmüşini siz bugünkü nəticəyə erişdiniz nəm səbəbçi bolğan desək, köpüncüsü apısının səbəbçi qarag'anlığını deb berdi. Doğru. Analarımız həqiqətən bizim tuncu ustazımız. Abiyam siz, Hazır biz muş fırsatdan faydalanıp Uyghur analarga bir müracaat qilsak bo'lamdi. Ma'qul. Mesela biz hazır bu chet elga chiqqan Uyg'urlar bu İngiliz maktablariga boradi, Fransuz maktablariga boradi. Uyda ota-onalarmi bu bolalar qiynalmasin deb, yani shu tillarda so'zlashdi. Uyg'urcha so'zlashmaydi. Mening bir o'quvchim bor edi, Uyg'ur. Uyg'urcha bir so'zmi bilmaydi. Bo'lmasa Uyg'ur oilada tug'ilgan, ota-onasimi Uyg'ur. Lekin chet elda bu qiynalib qolmasin deb Uyg'urcha o'rgatmagan ekan, faqat inglizcha o'rganib cho'ng bo'lgan ekan. Lekin biz mushu fursatni hozir mushu fursatdan foydalanib ota-onalarga mush bolalaringlarga Uyg'urcha o'rgatinglar, uydan sharoit bor-ku. Mesela Uyg'urcha so'zlashsanglar vatanda hozir mumkin emas endi. Lekin bu yerda boshqa chet ellarda erkinlik bo'lgandan keyin bolalarga Uyg'urchani o'rgatsanglar, shu o'zinglar bilmasanglar bu tilni, buni hozir O'rta Osiyodagi Uyg'urlarga murojaat qilyapman. Bolalaringlarni momalaringlarning uyiga, bobolarning yiniga olib qo'yinglar. Bu bek muhim, cho'nglar bilan aloqasi bo'lsin. Biz kichikimizda bizning momamiz, bobamiz bizga xo'shnitdi. Şu kuniga necha qitim berib kelatdik biz. Opam bir tamoq atsimi, momamga olib berdi, yugurib u yoqqa borardim. Momam birini bas bu yoqqa akilatdim, ba'zida berib ashada qo'nib qolatdik. Momam bizga cho'chaklar aytib berdi. Shunga shu cho'nglardan uzmanglar bolalaringlarni. O'zinglar o'rgatmasanglar, shu cho'nglar qushab qo'yanglar. Uyda Uyg'urcha so'zlanglar. Hozir YouTube'dan ayt ko'p kartonlar bor, programmalar bor. Bolalaringlarga shuni qo'yib beringlar. Balla Uyghur tilini anglab çoğun bolsun. Şunda bolsa, quluqidan kirsa, quluqiga kirib qolsa, mengisinin bir yerlerinde qolsa ki ular Uyg'urlarni ko'rganda bu so'zlar chiqadi ekan, bu yodida qoladi ekan. Shu rahmat sizga shu fursatni berganingiz uchun. Shuni deb olay dedim hozir. Bek yaxshi bo'ldi. Bizning bu suhbatni davomli o'tkazishimizdagi maqsad shu. Farzandlarimizni Uyg'ur tili sevgisi bilan cho'ng qilish uchun butun chet eldagi Uyg'urlarga murojaat qilish, ularga Uyg'ur tili sevgisini paydo qilish, oldi bilan ota-onalarga shu faxrlanish hissiyotini berish.
Müştep sizden hayatınızda bu anlığa adamlar yes qila alaydı onu. Hem siz müştep de başka devlette turup başka devlettekiler Uygur tilini ügünüyorsunuz. Ulan ne biçim ügündü? Bizden aşında bir işletkişki erzimeydiğen, işletiş ehmiyeti yok. Boğan bir tilini hak ne biçim ügünüdü? Onda emas. Bizning tilimizninki buningdan keyingi suhbatlarimizda bosqichliq olib boramiz. Qanchalik darajada muhim til ekanligi, qanchalik ta'sir ko'rsatayotganligi, kimlarning buning ahamiyat berayotganligi, shundoq turuqliq biz o'zimizning tiliga sal qarasak qandoq bo'ldi. Men davomli bir narsani misol qilaman. Men oliy maktabda ishlayotgan vaqtimdimi, bolalar ko'p ham deyil, asosan Xitoy tilida o'tilgan keyin darslar ders aralıklarında normal paranlarını Xitay tilde paranlaşıp aldı. Ben şu vaxtlar yol koymaydım balagucu. Senin başka til ügünüşün şeref. Özünün tilini işletmesinin numus. Uygur'a başka tilde gap kıldı degen kandak ahlak bu, kandak mentika. Dep şu vaxtın bir misalını alıttım. Ben chattelge çıkmagan, chattelde yaşap bakmagan, chattellikini köymegen, lekin muşu hissi tuygum bilen şunu analiz kılıttım. Eğer Xotana en chat yezisiga iki İngiliz kilip, yıllarca şu yerde turup qalsımı, çoxum şu iki İngiliz özünün uyuga kirgende bir-biriga İngiliz tilida paranlaşıdı. Eğer o Uygur tilini titiversinmi, iliq İngiliz uyuga kirip, herkes bir-birisiga Uygurcha gap qilmaydi. Men bununla kömesem, bilmesem kapalat qila alayman deb hissi tuyg'um shunda deytdim. To'g'ri. Bizning maktabdimi Uygur tilini tititadigan aşında Xitay o'qituvchilar batdi. Shularmi birisining yeniga bir-birisi kelsa cho'qim Xitoy tilida paranglashadi, Uyg'urning kelsa yeniga kelsa Uyg'ur tilida paranglashadi. Ammo shu vaqtdami bizningki nimamizga singib ketdi, uqmayman deb o'ylab kelsa bizning Uyg'urqini shundoq pokiz, genimiz shundoq pokiz bir millat yo, lekin mush o'zimizning tilimizga kelgan vaqtida ajab bexudlik qilamiz. Bizda iliqi chet ellikninki bir nimasi mezlik buraydi. Iroqdagi mollam, damollam, yaqindagi mollam, jamollam degani xalqnikin cho'ng biladigan xarakter bek kuchlikmi ya uqmaymiz. Faxrlan desa bek faxrlimiz. Bizning tilimiz, bizning Mahmud Qashqari bovimiz, bizning Yusuf Xas bovimiz biz degan undaq millat deb faxrlanishga ishiltimiz yo'q. O'zimizga ortiqchilikni. Ammo shuni vujudimizni ifodalashga sal qaraymiz. U endi men chet elga chiqsam texim bek eg'irlab ketibdi. Ailede şu atanlar dikkat kılmasa elbette bala dikkat kılmaydı. Atan degen abayıp siz dediniz bana. Apınız sizden tunca okutkuçunuz boldu. Apınızın türküsü siz bana bugün bir okutkuçu bu oturup siz. Atanlar öz ailede özün tilini işletmese balalar ne biçim işiltidu? Balalar ne mi asan kelse, ne mi özü hop kelse, ne mi yaxşı şunu kılıdı? Şunda mı? O atanı şunu gap qıpamsa, olar elbette çıqqan türk tilde, fransuz tilde, İngiliz tilde paranlaşıp oynagan ki tabii ağzı şunun kitidu. Öyde atanız hay balam, man munda qıl degan şu muhabbetni, şu näsini oygatmasa o balalar karumaydı. Onun da tilini qoğda düşençisi nädi busun? O zaman onda düşençi yok onun da, o an yok. O da bu onun nimeligini bilmeydi, ehmiyetini bilmeydi, qoğdaşını bilmeydi. Endi bir yer atanlar nim deydi? Balımızın zihnini çiçüetmeyli didik. O ara bir tilini ügünü atqanda, başqa bir tilini ügense, onun tili kalıvalaşıp qaldı. Ondaq emas. Ne tili kalıvalaşmağan, Uygur tilini çuğrulab, sözlep, özünün döldedeki tilini mi vayıq yetkizip sözlep atqan vallahanın ki, nemeleri ba, Xudayımız aldırmay ekran yüzük açıqımız, o onun təsir kösetmeydi. Tıxımı bek, başqa tilini düşünüşke, yetekçilik rolunu oynaydı. Abiye men Bikağa, Abdülkadir Jalaldin'in gepini misal qamıdım. Köz, til bizden özümüzün közü. Başqa tillar o mikroskop, teleskop, közeynek. Ma közümüz sağ bulmasa, mikroskopda en isilini teleskopdan, en isilini taqıb alsaqmı, əslidiki mi anı köz bulmağan ki, qarıqol közeynek taqıb qoyğanek buldu. Qancha ali teleskop bulsumu, biz yani körəməyimiz təbiyyətini. Mana mesela siz başka tillarni ögünüş to'g'riliq etdiniz. Biz Rusça öğrendik, Rusça okuduk. Lekin bu bizge bana mesela nayeti faydalı oldu. Bütün dünya edebiyatını, köp bilimni Rus tili orqali aldım ben. Şu hazır chet elda turayotganlarmi
İngiliz tili bulamdı, Fransız, nemis tilini ular öğreniş gerek. Çünkü onu öğrenmesi bulmaydı. Bu bir rivajlanışının bir türü. Bilim ilişkileri okugandan keyin. Lekin şunun bilen birge Uyghur tilini mi biliş gerek de. Bir yakı bağsa, ben O'rta Asiyaga bağganda, mesela O'rta Asiyada ben Gülnar bilen bir ziyaretli bolganda bunu degendim. O'rta Asiyada hazır Uyghur tili bu qeyrilarning tiliga aylanıp kaldı. Fakat çoğunlar sözleydi o. Yaşlardan sorsanız sen kim deseniz ben Uyghur deydi. Lekin Uyg'urcha bilmaysan bu sen qanday Uyghur desem, benim ata-anam Uyghur, öyde biz langma etimiz, Kazaklar etmeydi, Oğuzlar etmeydi, tamaklarımız Uygurca, ben Uyghur deydi. Kimlikini yok atmagan. Hem de bu biçarenin nimesi emes, ayıp emes bu Uyghur tilini bilmezlik. Şu menimce bu Atandiki oynadı yani. Atandik sebep şu doğru deysiz sen. Rus tilini bilsin, Kazak tilini bilsin. Benim bir Türk dostum bir günü sorgan menden. Nimişki Kazaklarını sorgan O'rta Asiyaga bağganda, nimişki bunchalik küçep ketsa? Mana bizmi Kazaklar o'rusishib ketdik, Ruscha maktabda o'qiymiz. Mesela Türkler Türkiye'den bir yoqqa kelib, o Türkçe sözlemedi, İngilizce sözleydi. Sen nimiş bunchalik küçep ketsa deydi. Ben dedim bu Uyg'urlarning hamda vaziyeti Türk Kazaklarning vaziyetiga o'xshamaydi. Sizlarning davlatinglar bor. Mesela bu Kazaklar chet elga chiqib Kazakça sözleşmesimi Kazakistan degan davlati bor, ularning tili yo'qolmaydi. Türklerning şu, Uyg'urlarning hozir davlati yo'q. Shu biz hammamiz tarqab ketsak, tilni unutib qolsak, demak biz yo'qolib ketamiz degan gap. Shunga har bir Uyg'ur buningga ahamiyat bilan qarash kerak, buningga diqqat qilish kerak. Gülnisam Hanım, abiyam siz Rus tilde okuganlığınızı dediniz. Kallamıma bir sual kelgen şu vaqtda. Rus tiliği mi, başka tillardan özleşken tillar köp mü, yoki özünün asli tili jiq mı? Dünyada sap til yok özü. Mesela Rus tili mi, şu başka tillardan kirgen sözler nahayeti köp. Mesela Rus tilida, mesela biz Uyghur tilidan başlayla, F harfi bilen başlandıgan söz Uygurca emas deymiz. Çünkü Uyghur tilida bu F harfimi yok. P deymiz biz. Fars tilidan kirgen mesela oftap nima biz optop deymiz. Rus tilida mesela porma, profesör. Fatifon. Profesör. Rus tilida A harfi bilen kelgen söz Rusça emas. Söz. Mesela aptaruçka, aptomobil, arbuz, tavuzun şuna deydi. Hemmisi başka tillardan kirgen sözler. Ben şu okup жүрген paytları bizde derslerge katnaşkanda şu çağda kızıkkandım ben, tekşürgendim. Şu bazıları bir 50-60% deydi. Lekin menimcha uningdan mı köp, bir 60-70% baramdiki Sirtdan kirgen tilma Rus tiliga? Chet tildan kirgen sözler. Demek 20-30% sap Rusça sözler. Qolganlari hammasi boshqa tillardan kirgan so'zlar. Siz degan bir misol keltirma degandingiz. Şu misollarni keltirsangiz men sizga. Abiyam A'dan başlangan sözlep avtomobil dediniz. Biz avtomobilni tab bugungacha Rus tilidan kirgan til deb qaraydik. Unda bo'lsa avtomobilmi Ruslarga boshqalardan kirgan ekanda? Shundaq. Mesela biz forma, yana qaysi jurnal degan so'zlarni biz Rus tilidan kirdi deymiz, lekin Ruscha emas. Ular harbiy Yevropa tillaridan Rus tiliga kirgan. Bularni biz professional words deymiz. Fatifon deganin biz Ruschadan kirdi deb qaraymiz. Fatifonmi Ruslarning o'zining tilimi, omi boshqalardan kirgan bularga? Omi boshqalardan kirgan. Shu harbiy Yevropa Latin tillaridan deymiz, shu boshqa tillardan kirgan. Unda bo'lsa Mundaq gapga qalaymiqanka, masalan, Ruscha boshqa tillarni qabul qilib, o'zining bir Rus tilini paydo qildi. Keyin uning ichidagi tillar bizga kirdi. Bizdagi bir tillar qo'shilgandiki, bizdan boshqalar oladi. Ashta qilib bu tilimda o'ylindi mudaqcha aytgan vaqtda. Bu yaqinda men bir do'stim bilan bir konferensiyaga taklif qildi bizni. Ukraina tilida turkiy so'zlar. Uning tayyorlik qilganda hayron qolgan yerim shu bo'ldiki, men o'zim Ruscha degan so'zlarni turkiy tillardan kiribdi Rus tiliga.
Ha. Şuna bek hayran kalgandım. Mesela bu tavariş degen söz. Yoldaş degen, tavariş degen. Tavar degen hem de bu bir narsa, Türkiy söz. İş degen ama Türk tilideki eş, yoldaş degen ma'nodagi. Ki yana Ha, işin eş, ha, tavariş. Ha. keyin bu kolbasa degan so'zmi qo'l bosdi. Qo'l bilan go'shtni ichiga tiqqanda qo'l bilan besib Kullan basıdı. Ha. kolbasani biz ruscha desak, umi turkiy so'zga. Voy Xudayım, demişim şunda ko biz kalbasa degan hozirgi aşağı deymiz kolbasti deganda o'zgargan kolbasa ekanda u. Keyin ishton degan so'zni olsak, masalan, biz buni rus tilidan kirgan deymiz. İştanның etimologiyasini deb bersam, siz hayron qolasiz hozir. İştan degan ichiga kiydigan kiyim va ton. Ton degan endi bizning kiyimimiz qo'y. İşton. İç tondin iştan o'zgargan. Demek uzun pərecilərinin içi kiyib aldığan, içiga kiydigan yan bir ton. Demişim mən burun vaqtlarda xalqlar hazır hem kalta, teşiq kiyib yürgən bilən burun uzun pərecilərin içi kiyətdi o. İşte boğanda o içiga kiydigan yan bir ton degan gapkanda o iç ton, iştan. Türkiy tillardan şu Slaven tillarga kirgan ekanda, men bek hayron qolgandim bularni ko'rganda. Shunaqa qilib biz hozirgacha bilmaymiz. Yana etimologiyaga kelganda qaysi so'z qaysi tildan kirganligi aniq emasda, biz arab fars tillaridan kirgan so'zlarda ba'zida ajratolmaymiz. Lekin bu dinga oid so'z bo'lsa, osonli bu arab tilidan kirgan deya olamiz, lekin ba'zi so'zlar kelganda yana qiynalib qolamiz. Şu əmədəm özünki til ifadələş usulu qarta özləşdirib alğan ki, məsələn, kompüterni biz şunda bəzi kompüter deb özləşdirib aldıq özümüzə. Televizor deb özləşdirib aldıq. Şunun oxşaş ularmı şu kolbasa, iştan deb özgərtib onu biz əgəb malanın tamaqı deb yürübdük. Demək bu intayın bir qiziqarlıq və gözəl bir sahəgəm də oylab baxsam. Qiziqarlıq gəplər, qiziqarlıq işlər, hayran qalarlıq işlər barkədə dünyanın hər bir işler bir xil qiziqarlıq içiga çöksə, bir xil ma'nilikə. Men bu yerda bir yana misol keltirsam, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin bular endi rus tilidan oid ko'p so'zlar kirib ketdi. Biz buni yo'qotayli deb, masalan, bu aeroport deydi O'zbekistonda. Uni iste'moldan chiqarib etib, bular tayyoragah deb bir ism oldi. Nimgah? Seyyaragah. Tayyare degan bu arabcha şu aeroplan ekan, gah degani joy ekan, şu aeroplan qo'nadigan joy. Lekin buni xalq qabul qilmadi. Tayyaragah qaraganda aeroport oson emasmi? Bu bak aniq butun dunyoda ishlatgandan keyin. Shunga bundaq sunniy so'zlarni yasashga boshladi bular. Masalan, televizorni oynai jahon dedi. Şu aynak chiqadigan jahon da. Uni endi televizor bek oson emas ko'nib ketdi. Shunga buni xalq qabul qilmadi. Meningcha buni bundaq so'z yasashlarning foydasi yo'q deb o'ylayman. Bu chet el tilidan kirdimi? Xalq buni qabul qildimi? Bu shu peti qilaverish kerak. Uni yangicha bir so'z yasab, uni bu xalqqa singdirishmi? Təskin. Yox deb o'ylayman. To'g'ri deysiz rost. Ba'zilik tilga yengil ifodalashki shunda dal joyiga kelgan so'zlar mayli u boshqa tildan kirsimi yengil bo'lsa shu narsani bildira olsak biz oson qabul qilib ketalaydik ekanmiz. Mush gaplaringiz chiqib turdi. Uyg'ur tilidami shu chet eldan kirgan boshqa chet el emas, boshqa tillardan kirgan tillarmi? Aştaq bir tilimizga yengil kelganligi uchun shu narsani ifodalashga shunda xo'p joyiga tushganligi uchunlar ecdatlarımız onu işiltib, onu bizning turmushimizga singdirib kelgan ekan. Shu xalqni qabul qilish muhim ekan bu yerda. Endi yana sizning kasbingizga qaytib kelsak, hozir endi o sizning universitetda bizning Uyg'ur tilimizni kimlar o'rganyotidi, nim maqsad o'rganyotidi, o'rganayotganlarning soni ko'pmi? Bir muncha savol so'rab ketdim. Bu yaxshi savol, chunki men shu O'rta Osiyoga borganda kishilar so'raydi, o'quvchilaring kim? Uyg'urlarga dars o'tyapsanmi yo chet elliklar o'rganyapti Uyg'ur tilini deb.
Şu bizning asosan chet elliklar, Amerikaliklar. Men şu Indiana universitetida ishlayman. Buni sizga degandim. Men fakultet nima deb beraya? Bizning Markaziy Yevro Osiyo fakultetida ishlayman. Va Markaziy Yevro Osiyo fakulteti, ha. va mening o'quvchilarim mushu fakultetning o'quvchilari, bakalavrlari, magistrlari va aspirantlari. Endi ularning kasbi o'xshamaydi. Birisi tilshunos bo'lsa, birisi tarixchi, birisi siyosatshunos, birisi xitoyshunos. Endi bular o'sha Jungoni o'rgansa, Uyg'ur diyorini o'rgansa, ular faqat arxivlarda ishlab, kitoblarni ko'rib bir ilmiy ish qilmaydi. Ular shu tilni o'rganib, chunki agar shu yerga berib qolsa, Uyg'urlar bilan muloqotda bo'lishi kerak. Ondan bular Uyg'urcha kitoblardan, tarixiy kitoblardan ma'lumotlar olish kerak. Shunga cho'qim bular Uyg'ur tilini o'rganadi. Endi soniga kelsak, burun men 2005-yili kelganda, men 2-sinfga dars o'tgandim. O chaqda mening 2 o'quvchim bordi, lekin 1-sinfda 10 o'quvchi bordi. Kelar yili menda 2-sinfda 6 o'quvchi bo'ldi. 1-sinfda 13 o'quvchi. Soni xili ko'pdi. Keyin bara bu endi pulga bog'liqda bu o'quvchilar Amerikada o'qishni qimmat. Bular o'qish mukofot puli olmasa, stipendiya olmasa o'qiy olmaydi. Shunga bular pul kamayib qoldimi, chiqib o'quvchilarning soni tuvanlab ketdi. Lekin hozir yana asta-asta ko'payyapti. Hozir bilasiz, biz darsni to'g'ri o'tyapmiz. Virus tufaylidan hammamiz onlaynga o'tdik. To'g'ri o'tyapmiz. Shunga o'quvchilarning soni ko'paydi. Başka ştatlardan, hatta başka devletlerden o'quvchilar bor. Mening hozir London universitetidan bir o'quvchim bor. Hozir u Angliyada emas, o'zi Jungoda, o'shadan ulanayotdi. Qirg'izistondan bir o'quvchim bor. U amerikalik o'zi. Keyin hozir Qirg'izistonda o'qiyotdi. U mu shu to'rda shu qaytilib bizga darslarimizga dars anglatdi. Başka ştatlardan, Kaliforniya ştatıdan bir neçə o'quvchim bo'lgan yozda. Shunday qilib hozir o'quvchilarning soni xeyli ko'p. Mana hozir mening 10 o'quvchim bor. Shunday. Shu o'quvchilardan sizning qo'lingiz o'qib, maktab bitirib chiqqanlar bormi? Ankeyndan shularning ichidan shu o'rganganini mesela Uyghur tədqiqat üçün və ya ki başqalarına tili öyrətiş üçün işlədib əməli bir xidmət qılayotqanlar barmı? Undalar nurgun. Hazır mening qo'limda o'qiganlarning bir nechasi professor bo'ldi. O'sha Amerikada oliy maktablarda, ular Xitoyshunos fakultetlarida ishlaydi. Mening bir o'quvchim hatto Garvard universitetida Uyg'urcha dars berdi. Nihoyatda qobiliyatli, yaxshi o'quvchi. Ki o'qishni bitirib, yani vatanga berib, u yerda bir yil turib keldi. Burun baralaydi ular, hozir baramaydi. Lekin shu mening ba'zi o'quvchilarim Uyg'ur tilidan dars o'tgan. Hozir bir o'quvchim Yevropada, Gollandiyada Uyg'ur tilidan dars, burun Turkiyada o'tgan. Hozir Gollandiyada bir universitetning aspiranti bo'ldi. Shu yerda Uyg'urcha dars o'tma deydi. Keyin ularning ko'pi bir nechasi professor bo'ldi. Kitaplar çıkardı. Mesela ularning ismini aytsam bu Timothy Gross, Eric Schlusser, Katrin Sandrin, Elis Anderson, hem de onu hemmamiz tanıydı. O diktatçilik naqsh aytadigan qiz, o mening o'quvchim bo'lgan. 3 yil menda o'qigan. Çok hozir bu o'quvchilar emas, hozir bular professor bo'ldi. Hem kasbdosh bo'ldik biz bular bilan. Hozirgacha aloqamiz bor, ular bir savollar bo'lsa, yani men xat yozdim, muallim, o'sha yordam beramsiz, bir savolim bor deb, aloqamiz hozirgacha bor. Unda yaxshi. Men faxrlanaman bu o'quvchilarimdan. Ha. Amerikada dars o'tayotgan o'qituvchi o'z qaysi millatdan u? O'zi shu amerikalik. Amerikalikmi? Unda Yevropa tarafda dars o'tayotgani qaysi millatdan? O mu Amerikalı? Onun anası Fransız, dadası Grek, lekin Amerika'da tug'ilib cho'ng bo'lgan. Siz müşabda onu... Endi Uyg'ur o'quvchilar bormi deb so'rasangiz, ben hozir deb berganlarning hammasi bu chet ellik Amerikalik o'quvchilar.
Uyghur o'quvchilarim afsuski yo'q. Bir o'quvchim bo'lganda birinchi yillikni o'qib, andin men ikkinchi yilga kelganda yana darslarim ko'payib ketdi deb davom qilmadi. Menimcha bu darslarga Uyg'urlarmi o'zini tizimlatsa bo'ladi. Bo'lib hozir bu to'rda o'tayotgandan keyin o'zini tizimlatsa bo'ladi. Va biz kelgusida Xudoyim buyursa to'rda bir Uyg'ur sinflar ochmoqchimiz. Buni hozir tashviqot qilib olay, ya. Hamda faqat Amerikada emas, boshqa yerdagi o'quvchilarmi, Turkiyadan bo'lsin, O'rta Osiyodan bo'lsin, ularni kirib dars ola oladi. Inshaalloh shunday bir planimiz bor. Hamda mendan kelsa bu Uyg'ur tilini faqat chet elliklar emas, o'zimizning Uyg'ur tilini bilmaydigan bolalarimiz, o'g'illarimiz, qizlarimiz o'rgansa, bakmi xo'sh bo'lardim men. Albatta, bugungi bu yo'qotish minutlarida o'zimizning millatidan chiqib til o'rganguchilar sizni texim xo'sh qildi-da. Mush 16 yil jarayonida esingizda bormi, jami qancha o'quvchini tarbiyalab chiqardingiz? 100 dan ortiq meningcha. Agar 100 dan ortiq desam, bu mubolag'a bo'lmaydi. Demak, dunyoning yana bu bizning universitetdan boshqa yozda men Wisconsin universiteti, Madison shahrida, boshqa Wisconsin shtatida joylashgan bir universitetda u yerda dars o'taman. Masalan, o'tgan yoz 7 o'quvchim bo'ldi. Har yoz u yoqqa berib, hozir ham to'rda o'tyapmiz. O universitetda dars beraman. Boshqa shtatlardan o'quvchilar kelib dars o'rganadi. Ularning bizning Uyg'ur tilini o'rgangan vaqtidagi Uyg'ur tiliga bo'lgan sevgisi, muhabbati yoki tushunchasi qandaqroq? Ular Uyg'ur tilini nihoyatda yaxshi ko'rib o'rganadi. Astoydil o'rganadi. Masalan, mening bir o'quvchim bordi, u o'zi Xitoy tilini nihoyat yaxshi biladi. Bir kuni menga deydi, Gulnisa, men Xitoychani yaxshi bilaman. Ammo Xitoycha so'zlaganimda huzur olmayman. Xitoycha so'zlashni yomon ko'raman. Lekin Uyg'urcha so'zlashganda shunchalik xush bo'laman men. Quloqimga shunchalik chiroyli anglanadi bu til. Uyg'urcha so'zlasam huzur olaman degandi. Yana bir o'quvchim bordi mening. U birinchi sinf hamda bizda yozda bir yoki ikki sinf ochadi-da. Bir yoz kelib birinchi sinfni o'qib ketganda u qiz. Keyin ikkinchi yili kelganda o'quvchilarning soni oz bo'lib, biz faqat bir sinf ochdik. Endi u qiz birinchini o'qigan. Endi men qanday qilay deganda, siz o'zbekchani o'rganing. O'zbek tili Uyg'ur tiliga nihoyat yaqin, sizga foydali bo'ladi degandim. Shu bir kuni men u qiz bilan kutubxonada ko'rishib qolib so'radimda, bu o'zbek tili qanday ekan, sizga yaxshi ko'rdingizmi deb so'rasam, voy, bu Uyg'ur tilini o'qigandan keyin o'zbek tili bek oson bo'ldi ekan. Ham hozir men deydi, shuni his qildimki, deydi, Uyg'ur tili nihoyat go'zal bir tilkan deydi. Masalan, men bir misol keltiray. O'rganmak degan fe'lni ilib, o'rganmak degan so'zni o'zbek tilida o'rganmoq. Endi o'zbek tilida bu tovushlarning tovushining ojizlanishi yo'q. Masalan, o'rganaman deydi. Çünkü Uyg'ur tilida bu r harfi yo'q, o'rganmak deymiz biza, o'rganaman deydi. Keyin bu qiz menga, mana o'zingiz bir selishtirib yiqing deydi. O'rganaman, o'rganaman. Nim degan chiroyli deydi Uyg'urcha. Shunda xo'sh bo'lib ketgandim men bu qizning gapini anglabchi. Bu qiz endi o'zi chet ellik, o'zining tegi italiyalik ekan bu. Hozir universitetda ishlaydi, bir yerda professor bo'lib ishlaydi Amerikada. Shu bir so'zni ilib, selishtirib, bu Uyg'ur tilining qanchalik go'zalligini ko'ralabdi bu qiz. Shu men xo'sh bo'lib ketdim. Shu bolalar yaxshi ko'rdi, Uyg'ur tilini o'rganishni yaxshi ko'rdi bolalar. Hem biz ders o'tganda faqat bir leksiya shaklida o'tmaymizda, bir o'yinlar uyushtirib, naqshi o'rganib, bir televizorda kichik qisqa bir programmalar ko'rib, o'sha chiqib har nima metodlarimiz bek yaxshi, interaktiv metod deydi. Bu faqat o'qituvchi so'zlab, o'quvchilar anglab yozish emas. Ularmo shu ishtirok etadi, ularmo qatnashadi shu muzokaralarga. Hem bu Amerikada, yani bir gapni qilgim kelyapti bu yerda,
bu o'qituvchilarga qaraganda o'quvchilarning huquqi ko'proq. Ba'zida ularning talabiga qarab biz darslarni tuzamiz. Masalan, bunday qilish kerak, unday qilish kerak emas. Ulardan so'raymiz. Men qanday o'tay bu darsni? Sana yozish muhimmi, anglash muhimmi deb, ashlarning talablariga qarab, ashlarning gapini biz anglab, keyin bu programmani tuzamiz. Ashlarning qiziqishlariga qarab. Masalan, bu Elis Anderson o muqamlar qiziqdi, shunga biz ko'proq shu muzikaga oid tekstlarni o'qiydik, Aman Nisaxon romanini birga o'qidik. Butun Uyg'ur tilidagi Uyg'ur madaniyatidagi asboblarning Uyg'urcha nomlarini o'rganib chiqdik. Shunday qilib biz ularga moslashamiz. O'quvchilar bizning darslarimizga moslashmaydi. Demek hazır o'quvchilar sizlarni yetaklayotdi degan gap. Biz bundaq bilimga ehtiyoj. Sen şu bilimni bizga ber deb o'zining ehtiyojini davatidi. Shuni qarta siz o'rgatyapsiz. Unda bo'lgan keyin albatta qiziqish bo'ldi-da, u dogma o'lik holatda siz so'zlab bergandilar, yaxshi ko'rsam qabul qilib, yaxshi ko'rmasam qabul qilib emas. O'zi xohlagan tarafdan tortib chiqarib o'rgangan keyin uning uchun xo'shallik, siz uchun xo'shallik bu. Bu yaxshi metod ekan. Hem bilemiz bu balla bilen, hem de ben hazır dağıtkınım bu yukarı sınıftaki balla. Yukarı sınıftaki bunlar hem de bir ilmi iş kılıvatıdı o. Hem bunlardan biz ügünümüz. Mesela ben özem bu Uygur esvaplarını hem de bir neçesini bilsem mi, hemisini bilmeyemem. Hem de mecbur olum ben de bunu ügünüşke. Çünkü o'quvchining bilgisi kelsa oldi bilan o'zim o'rganishim kerak. Lekin birinchi, ikkinchi sinf o'quvchilariga men hozir shu fursatdan foydalanib, yana bu kitoblarimizni tashviqot qilib olay. Biz endi bir darslik tuzgan, mana Qurbon Niyoz apandim bilan, mana Uyg'ur tili birinchi sinf uchun. Endi albatta birinchi, ikkinchi sinfda o'qiydigan bolalar uchun bizning programmamiz bor, lekin baribir yana ularning bir qiziqishi bo'lsa, yani dersde ularning qiziqishi qarab ba'zi temalarni o'zgartirishimiz mumkin. Mana bu ikkinchi, bu intermediate deydi, bu ikkinchi saviyaga ishlangan kitob. Mana buning CD-larimi bor, yani men ko'rsatib qo'yay, balkim xabaringlarmi bordi, ya'ni bu yerda video, audio hujjatlar bor. Şu mashqlarni anglab, videolarni ko'rib, bu videoni biz shu vatanga borganda tatib kelgan, birinchi kitobga shu zakaz qilib vatandan video avatgan, shularni kirgizdik. Mana hozir kitoblarmi bor. Buni yaxshi bo'ladi. Shunga menimcha har bir Uyg'ur oilada mana shu kitoblar bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bolalar bu kitoblarni ko'rib, menimcha o'zlarini qiziqib o'rgangisi keladi. Bu kitap Uyg'ur tili bilan ingliz tilini birlashtirib tuzilganmi yoki butunlay Uyg'ur tilida tuzilganmi o? Buni men qanday desam bo'ldi. Buning instruction deymiz. Mana tushuntirmamda ko'rsatib beray, qarang. Mana vazifa inglizcha tushuntiriladi, lekin hamma mashqlar mana Uyg'urcha yozilgan. Ko'ryapsiz, ko'ryaptim. Bu ingliz tilini o'rganayotganlarimi yaxshi-da, agar Turkiyada masalan inglizchani biladiganlar bo'lsa, o'rganadiganlar bo'lsa, hamda biz buni amerikaliklar uchun tayyorlagandan keyin albatta inglizcha bo'ladi, chunki ular bu vazifani o'qib, keyin bu mashqni ishlaydi. Bu Yevropada ishlatadi bu kitobni. Asha O'rta Osiyada ishlatadi hozir. Chexiyada bir olim bor, u shu kitobni ishlatib etibdi. Hozir butun dunyoda shu bizning kitobni ishlatyapti bular. Da yaxshi, bizim uchun yaxshi bir uchurga ega bo'ldik. Eliqi ata-onasi vaqt chiqarib bolalarga til o'rgatamagan, ashdaq ingliz tillik saviyalik tili chiqib qolgan bolalar shu kitobdan foydalansa, taxim yaxshi bo'ldi ekan. Bu uchun yaxshi bir uchur bo'ldi. Shunday qilib gün samalım bu til to'g'riliq paranglasak, o'zimizning ona tilimiz bo'lganligi uchun qanchalik paranglasak gapimiz tugamaydi. Ham shu vaqt munosabati bilan to'xtatishga majbur bo'ldik ekanmiz. Bugün siz bilan tunji suhbatni boshlab oldik. Xudoyim buyursa, sizning og'zingizdan yana necha qismliq suhbatlarni anglashni xohlaymiz. Uyg'ur xalqiga bildirishga tegishlik, men bildirib olsam bo'ladi degan mazmunlar bo'lsa, biz bilan o'rtoqlashsangiz bek xush bo'lamiz.
Bo'ldi Hadicha, Xudoyim buyursa, yani ko'rishayli. Men qachon bo'lsa men tayyora. Rahmat, Bu rahmat. suhbatni oyoqlashtirishda men Dolqun akam, Dolqun Yasin bizning Uyg'ur shoirimizning bir misralarini o'qib bersam bu yerda. Da yaxshi, marhamat. Xo'rlimig'in, meningmi o'z elim bor. Xalqim o'xshash g'arazsiz sop dilim bor. Gachi dema, bulbul bilan beslashib, suvlar bilan so'zlashgudek tilim bor. Shundaq go'zal tilimiz bor ekan, aziz qarindoshlar, shu tilni balalarimizga o'gitayli, unutmayli. Rahmat, rahmat. Shunday yaxshi suhbatda bo'ldik. Shunday yaxshi millatimizga eskartishlarni berdingiz. Bizning bu suhbatimizga qatnashib, bizning kanalimizga bir sülket ve şöhret ata qildingiz. Köpten köp rahmat sizga. Altın tininiz aman bo'g'ay. Bo'ldi, rahmat. Sizga rahmat, Hadicha xonim. Yaxshi Arzimaydi inshaalloh. Xo'sh. Ekran oldidagi aziz ko'rurmanlar, suhbatimiz oyoqlashdan burun merhum adibimiz Abdurahim O'tkir dadimizning tuvandagi she'rini sizlarga sovg'at qilmoqchiman. Bil şuni Uyg'ur uchun putmas go'har Uyg'ur tili. Mangu patmaz zar quyosh nurlu qamar Uyg'ur tili. Bepoyon til ko'kida cho'lpon o'kar Uyg'ur tili. Ma'nilarga boy terandur shu qadar Uyg'ur tili. Bo'ldi tarixdan beri bizga padar Uyg'ur tili. Shunday qilib aziz ko'rurmanlar, bugungi suhbatimiz mushayada oyoqlashdi. Kelar qitimliq suhbatimizni ko'rishayli. Xayr xo'sh, Allohga omonat.